Farzand bo'lmasligida erkaklarning roli qanaqa deb o'ylaysiz? Uylanmagan yigitlar va erkaklarning hayot tarzi farzandlikda juda katta rol o'ynaydi. Farzand bo'lishidan oldin uylanmagan yigitlar yoki erkaklarning turli xildagi spirtli va energetik ichimliklar ichib yurishlari, chekishlari, kech uxlash, to'yib uxlamaslik, bundan tashqari noto'g'ri ovqatlanish, sport bilan shug'ullanmasligi sizlarning kelajak hayotlaringizning barbod bo'lishiga olib keladi. Ha, siz to'g'ri eshitdingiz. Yuqorida aytgan zararli odatlarim tezda bilinmasa ham bu albatta kelajakda o'z ta'sirini ko'rsatadi. Ya'ni erkaklarda potensiyaning susayishi, semirib ketish va keyinchalik esa bepushtlikka olib keladi. Keyin esa ayolingizdan ayb qidirib, farzand bo'lmagandan keyin ularni ginekolog olib yurish va turli xildagi kerakli va nokerak dori preparatlarni olib berish sizga qimmatga tushadi. Shuning uchun ham aziz yigitlar va erkaklar o'z vaqtida sog'lom turmush tarziga rioya qiling va yuqoridagi aytgan tavsiyalarimga amal qiling. Ushbu videoni uylanmoqchi bo'lgan o'rtoqlaringizga va farzandi bo'lmayotgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying.